Assalomu alaykum qadrli obunachilar. Mana bugun biz Fabian kotyolimizni ustanovka ishlarini tugatdik. Ichida bo'lsa 3 kun oldin shuni o'rnatishga tushgan edik. Mana yo'nqislari ko'mir turadi. Bilmaganlar uchun. Взрывной klapanlari, gradusnik, расширительный bachok va shunga o'xshagan ko'p detallari bor bu yerda. Mana ko'k turbamizdan обратно ketyapti, qizildan podachi suvlar ketyapti. Mana ko'rib turganingdek. Bu yoqda esa mana обратkaga motor o'rnatildi. 8 dyumlik filtrlar, podachiga ham обратkaga ham, ventillar, podachiga ham обратkaga ham. Va shunday mana qilib gidrokollektorga keldi. Tepadagi podachisi, pastdagi обраткasi. Va gidrokollektorimizdan ketyapti. Mana ular. Mana ikkitasi hammomga, dushga, mana ikkitasi topli polga, mana ikkitasi radiatorga, bunisi ham radiatorga. Bittasi birinchi etaj radiatorga, ikkinchisi ikkinchi etaj radiatorga. Shuning uchun bu yerlarda asosan did bilan muhim ishlar olib borildi, ya'niki motorlarni qo'ydik. O'ziga xos ishlar bo'lib ketdi. Mana Toshbuloqda hammasi mana qizildagilar podachilar, ko'kdagilar obratkalar. Ishlar olib bordik qo'ldan kelgancha, ko'rib turganingdek. Katyolxona qildik. Trubalar olib kelib qo'ydik. Metrini $60 dan oldik. Trubalar 9 metr truba ketdi, 2 etajdan chiqib, tomdan ham chiqdi. 9 metr ekan katyolimiz tepasidan boshlab, o'sha yoqqacha 9 metr. Hozir xudo xolasa yana bir ikkita ishlar qolgan ichkarida. O'sha ishlarni inshaalloh bitirib olsak, so'ng bu katyolimizni yoqamiz. Nasib qilsa, xudo xolasa olaman syomka qilib ko'rasizlar o'zini yonishlarini ham, motorlarimiz ishlashini, suvlar ketishlarini xudo xolasa ko'rsatishga harakat qilaman. Mana трехходовой klapanimiz bor. Специально qo'yilgan трехходовой klapan. Bu tupli polga o'sha o'rnatilgan darajadagi suvga yetgandan keyin o'chadi. Ya'ni 35 gradus oshib ketadigan bo'lsa, o'chadi bu 35 ga qo'yib qo'ysangiz. Dальше mana ketaveradi. O'zini o'zi obratga, podachi obratga qilib yuraveradi. Трехходовой klapan deydi bu nomini, yangilik bu ham. Kimlar uchundir?